Darvozabon o'z darvozasida nimadir noto'g'ri ekanini sezadi. U hakamni chaqiradi. Hokim darvozani darhol o'lchaydi. Shtangalar juda keng. Hech kim nima qilishni bilmaydi. Darvozabon ham bilmaydi. Menga qoldiring. U horizontal shtangaga chiqib, butun darvozani qo'llari bilan so'kib tashlaydi. O'yinning so'nggi daqiqasi. Darvozabon to'pni chiziq ustidan urib yuboradi. Yonida turgan hokim soati aynan o'sha payt chirillaganidan gol beradi. Lekin tasvirlar aniq ko'rsatadi. To'p hech qachon kirgani yo'q. Qora oq kiyimli o'yinchilar e'tiroz bildirib, qayta ko'rishni talab qiladi. Hokim rad etadi. Uning soati hech qachon yanglishmaydi va u haq bo'lgan ekan. Diqqat bilan qarasangiz, darvozabon to'xtatgandan so'ng to'pni ko'krak bilan o'z darvozasiga kiritib yuborgan. Gol to'g'ri berilgan va nihoyat bir darvozabon jarima maydonidan uzoqqa yuguradi va hujumchini yiqitadi. So'nggi himoyachi, muqarrar qizil karta. Uning yechimi hushini yo'qotgan kabi ko'rsatish. U yerga yiqiladi, qimir etmay yotadi. Ko'zlari yumuq, hakamga ham munosabat bildirmaydi. Uning hisobi behush o'yinchiga qizil karta ko'rsatilmasdir. U bu o'yinni 1 daqiqadan ortiq davom ettiradi. Hakim aldanmaydi. Qizil karta baribir ko'rsatiladi.